Boshlang'ich sinflarda interval metodlardan foydalanamiz. Bugun ya'ni sana dekabr sanasi bilan matematika darslarida interval metodlarini qo'llash. Birinchi o'yinimiz tezkorlik o'yini bo'lib, bunda ruchka o'rtaga turadi. Clap desa qo'llar uriladi, boom desa partaga mushuk qilib uriladi. Pen deganda olib qo'yilishi kerak. O'quvchilar bu o'yinda sevib o'ynashdi va bunda qizimiz epchillik qildi. O'yinimiz yakunida Mubinaxon g'alaba qozondi. Demak, keyingi o'yinimizga o'tamiz, ya'ni boshqa ishtirokchilar ham bu o'yinda o'ynab ko'rishdi. O'quvchilar metodlarga juda ham qiziqishadi va mehr bilan o'ynashda juda ham qiziqish orttirdi. Darslar juda ham yaxshi o'tildi. Bu metodimiz hamma fanga qo'llasa bo'ladi. Bu metod ya'ni guruhlar ustida ishlash bo'ladi. Har bitta guruhdan bittadan o'quvchi chiqib, o'qituvchining yoniga boradi. O'qituvchi bitta so'zni aytadi va o'sha jamoaga borib, o'zining jamoasiga borib, faqat quloqlari orqali yetkazishi kerak va oxiridagi o'quvchi o'sha so'zni to'g'ri aytishi kerak. To'g'ri aytgan ishtirokchi g'alaba qozonadi. Bu o'yinimiz esa rangli metodlar. O'quvchiga 2 ta, 3 ta yoki 4 ta ko'proq ranglar ishtirok ettirsangiz, o'yin yanada qiziqroq bo'ladi. Oxirida xuddi shunaqa bitta narsa qo'ysangiz o'rtaga, ya'ni ham qiziqarli bo'ladi va kim yutgani ham aniq bo'ladi. O'quvchilarga ranglarni aytasiz va ranglar tanlanadi. O'quvchilar juda ham qiziqarli metodlar bilan interval metodlardan foydalanishdi.